Keyingi savollarni yechimini ko'rib chiqamiz. Ikkinchi savol. Mana shu tub son deyapti-da, m va n ni. O'zaro tub son. Tenglik o'rinli bo'lsa, m plus n yaqindisini toping. Mana ular so'ralmoqda-da. Nahotki shuni ishlay olmadingizlar, u mahraj berish kerak. Mana chalg'ityapti sizlarni, aldayapti, ishonmanglar bunga. Chalg'itmoqda. Buni ishlash uchun qarang, mana bu 1 ni o'zini beradi, mahraj berish kerak, tamom. 1 plyusdan mana mahraj 5/6 bo'ladimi? Mana shuni hisoblasak 5/6 bo'ladi. Mana 5/6 mana 1/6 bilan qo'shilib 2 bo'ladi. Mana o'chiramizda 2 deb yozamiz. 2 bo'ladi plyusdan mana uni qo'shib oladigan bo'lsak 9/20 bo'ladi. 9/20 teng bo'ladi m taqsimda n ga. Endi mana buni qo'shadigan bo'lsak 49/20 bo'ladi. Buni hamma bilib turibdi. Endi m bu yerda m taqsim n tenglik 49/20 ga ekan. Juda ham oson savol edi bu.